kichib yubordim. O'sha yerini kesib yuboraman. Xo'p, bolalar, kubik rubik terishni o'rganish uchun birinchi markaz hisoblab olish kerak. Markaz oq yoki sariq bo'lgani yaxshi, shunda adashmaysizlar. Xo'p, birinchi plus qilishdan boshlaymiz. Plus qilish uchun mana ikkitalik bir tomoni oq bo'lgan ranglarni oqqa to'g'rilashimiz kerak. Buning uchun bitta pastga tushiramiz, tepani yashil to'g'irlayapmiz. Bitta yana pastga tushiramizda yashilga to'g'irlaymiz. Bu yog'ini pasti oq bo'lishi kerak. Shunda bitta tepaga, ikkita tepaga ko'tarib qo'ysak, to'g'irlanadi. Xo'p, keyin ko'kni to'g'irlashimiz kerak ekan. Ko'kni bunda yoniga boramiz. Ya'ni ko'kka to'liq o'tkazib olmaymiz. Bundoq qilib. Bundoq tursa, bitta aylantirib ko'kni tepaga ko'tarib qo'ysak, teriladi. Hozircha minus bo'ldi. Xo'p, endi qizilni teramiz. Qizilni ham xuddi o'shanday qilib bundoq qilsak tepaga chiqadi. Endi ko'k bu yoqqa tushib ketdi. Ko'kni ham joyiga qaytarib qo'yamiz. Hop, bu yerda to'qsariq qolibdi faqat. To'qsariqni pastga tushirib bu yoqqa qilsak, mana ko'rib turibsizlar. Xullas gapga ustamasman, o'zlaring ko'rib tushunib olaverasizlar. Buni ham xuddi shunday qilamiz. Mana qilsak virus teriladi. Hop, videoni sekinlashtirib ko'rsanglar tushunib olasizlar akalar. Hop, endi plus terilgan bo'lsa, to'rtburchak, to'rala burchagini terib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hop, yoqlarni terish uchun bizga asosiy mana bu rang yordam beradi. Oqni bu tarafdagi rangi yoki bu yoq oq bo'lsa, bu yoqdagi rang yordam beradi. Mana qanday qilib. Agar bu yoq qizil bo'lsa, mana markaz qizil. Bu yer ham qizil. Bitta bu yoqqa o'tkazasizlar. Ko'k, qizil. Oq bu yoqda turibdi. Bu tarafda bitta pastga tushirib, mana oqni oqqa to'g'irlasanglar, bu yoq qizilga to'g'irlanadi. Keyin bitta tepaga ko'tarsanglar, mana bu yoq qizilni markaziga, bu yoq ko'kni markaziga to'g'irlandi. Bu yer oq. Xo'p, endi bunaqasi to'g'ri kelib qolsa, bitta pastga tushirasizlarda, bu yoqqa burasizlar, tepaga ko'tarasizlar. O'shanda mana chiqib ketadi burchakdan. Xo'p, endi mana uni bitta burab turib tepaga ko'tarsanglar, mana bu yoq yashilga to'g'ri keldi. Endi buni bitta bu yoqqa burasizlar o'zlaringga. Tepani tushirganinglardan keyin oqni to'g'rilaysizlar, bu yoq yashilga to'g'rilanadi. Tepaga ko'tarsanglar, bu yoq sariqqa, bu yoq yashilga to'g'rilanadi. Hop, endi bu yerda ko'kni mana ko'kka olib bormasdan oldin bitta oldida to'xtatasizlar. Ko'kni tepasini tushirib, oqni to'g'rilab, tepaga ko'tarasizlar. Bashli terildi oq. Bitta qoldi. Mana bu yer bo'ladigan bo'lsa, bitta pastga tepaga ko'tarasizlar. Keyin yashilga to'g'rilash uchun yashildan bitta oldiga o'tkazasizlar. Keyin tepani pastga tushirib, oqni to'g'rilaysizlarda tepaga chiqarsanglar, mana oq terildi o'zi. Bu hamma ranglarda bittadan qatlami terildi. O'rtasi mos keldi hammasini. Endi mana ikkita rang to'g'ri kelish uchun biz ko'rib chiqamiz, yashil, qizil. Bu yerni to'g'rilash uchun mana yashilga to'g'rilaysizlar. Yashil bu yer, qizil tepasi turibdi. Hop, doimo mana bundoq qo'ysalar ham bo'ladi, tepasi yashil, lekin bu yer to'g'ri kelmaydi. Bu pastdagi rangi to'g'ri kelish uchun yashilga, tepasi bu yoqqa to'g'rilash kerak. Keyin bitta o'ngga o'tkazasizlarda, chapni tepaga ko'tarib bu yoqqa borasizlar. Xullas aytdim, gap ustamasman, ko'rib tushunib olaverasizlar. Mana bu yer terildi. Hop, endi qidiramiz mana. Ko'k, to'qsariq. Bu o'zi to'g'ri turibdi. Bitta o'ngga borasizlar, ish boshlanadi. Tepaga, chapga, pastga, chapga, tepaga, o'ngga, pastga qilsalar, bu teriladi. Mana ko'rib turibsizlar-ku. Hop, endi bu yerda o'xshash ranglar qolmabdi. Sariq bo'lganligi uchun bularni qilib bo'lmaydi. Xullas, lipoy tarafini bunday aylantirmoq qilib ketaverasizlar. Bitta o'tkazasizlar tepaga, bu yoqqa. Bunday qilsanglar teriladi akalar. Men anjalniyman, shuni gapiraveraman-da. Xo'p, endi ko'k, qizil. Bu yerda qilish uchun chapga, tepaga, o'ngga, pastga, o'ngga, tepaga, chapga, pastga qilsanglar teriladi bu ham. Bitta qoldi. Bittani mana bu yerda turibdi. Buni bitta o'ngga o'tkazasizlar. Hop. Bitta tepaga ko'tarasizlar, chapga, pastga, chapga,
tepaga, o'ngga, pastga. Mana oqni doim o'zlaringga qaratib ushlab olasizlar. Mana bashmal doiralar turadigan joyda bo'lish kerak. Shunda chalkashib ketmaysizlar-da. Hop, keyin asosiy tepalari qoladi. Tepalarini qilish uchun biz ko'ramiz. Bu yer ko'k, bitta ko'k terildi yoki bundoq qilsak to'q sariq terildi. Hop, ko'kni to'g'rilab olib turib, mana bundoq qilsak hammasi tepaga chiqdi, hammasini pastga tushirish kerak endi. Hop, buning uchun mana to'q sariq tushdi, yashil tushdi. Yana bir marta qilamiz. Mana hamma burchak terildi o'rtasi. Endi burchagini tersak bo'ldi akalar. Boyagi usulni ko'rsatmadim. Ya'ni hop, davomini ko'rish uchun kanalimizga a'zo bo'lib, like bosib, kommentariy yozib keting. To'liq video Telegram kanalda.